Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekxan do'stlar. Xo'p do'stlar, biz bugungi videoda yana o'sha mashina tuning bo'ladi. Bu mashina to'g'risini aytsam, meni umuman xayolimda yo'q edi. Umuman esimga ham kelmagan nima mashina edi. Prosta kecha Rinokka bordim. Rinokka borib qarasam, mashina chiqib qoldi. Mana shu mashina chiqib qoldi. Keyin nima bo'lsa bo'lsin dedim, mayli kecha mana ketibdi yurdim-da oldim. Bolalardan so'rasam 6,5-7 millionlar atrofida bor dedi. Rinokda men 7 milliondan ko'prog'iga oldim menimcha. Da 7 milliondan ko'prog'iga oldim. No. Nima desam bo'lar ekan? Yomon mashina emas. Men bu mashinani olaman, qilaman deb o'ylamagandim. Oldim. Endi o'shani bugun tuning qilamiz. Keyin bolalar yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Famdan haydalganlar, famdan chiqqanlar bo'lsa, endi nima desam bo'ladi, sodda qilib aytganda. Xullas, famdan chiqib ketganlar bo'lsa, xafa bo'lmanglar. Famdan chiqarib yuboribsan, u yoqibsan, bu yoqibsan demanglar. To'g'risini aytsam, undan meni ham xabarim yo'q edi. Famdan bolalarni chiqarib yuborishganini. Короче, qaysidir kuni kechki payt endi men o'yinga kirmaganman. Nimadir bu sabab bo'lib o'yinga kirmagandim. Keyin ertasi kuni ertalab bilib qoldim buni. Bolalar o'zicha bu narsa qilib urushibdi xullas. Bir-birini go'shini yegan payti kimnidir ketib qichib qolib turib, famdan hammani chiqarib yuboribdi. Unda ertalab famga kirib qarasam, bitta men bilan Rizo turibdi. Boshqa hech kim yo'q famda. Boshqa hammani chiqarib yuborishibdi. Endi mana hozir sekin-sekin bolalarni yig'ib aniqamiz. 10 tacha bola bo'ldi. Mana hozir bolalar bor. 10 tamiz. Yomon emas. Firdavs qani? Firdavs bor edi. Bola Firdavsni yana chiqarib yuborishdimi? Xo'p, mayli. Uni qo'yamiz. Unda bugun hali hech narsa endi kirdim aytgancha o'yinga. Bo'pti, mayli, boshqa narsalarni unutamiz. Agar famga kirmoqchi bo'lganlar, kelinglar, famga o'zim qo'shib qo'yaman. Men Telegramimga yozinglar, Telegram kanalim bor, Telegramga yozinglar yoki mana shu semiyadagi bolalarning gruppasi bor, o'shanga yozsanglar ham bo'ladi. Endi gruppani lichkasini esimdan chiqmasa qo'yib yuboraman, lekin o'zimning lichkam kuchukcha katta harflarda Xanyan 244. Mana shu nima bo'yicha menga yozib yuborsanglar, o'zim famga qo'shib qo'yaman. Xo'p, do'stlar, bugungi mashinamiz BMW M3 G81 do'stlar. Xo'p, buni to'g'risini aytsam, sevib oldim. Endi DPS olguncha mashinada yurib turaman. Boshqa mashinalarni sotib olib, nariga sariq F90nimni ham sotganim yo'q, hali u ham turibdi. Shuni nima qilaydi? O'zi fam bo'shab qolyapti, shuni famga tiqib qo'y, hozirchalikka bolalar haydab tursin. Zasviyat. Kerak emas, uni sotib yuboraman. Mana shu BMWni famga tiqib turing. Mana fam avtopark nimasini tushirib qo'yamiz buni. 2 qildik, hammasi 2 mi? Davsho. Ko'rganingizdek, famim bo'shab qoldi. Famni ham boshqatdan to'ldirishim kerak. Endi ana BMWni sotib yuboradigan bo'lsam, o'shani o'zidan chiqsa kerak. Endi bu mashinani bugun cho'tki qilib, cho'tki qilib tuning qilamiz. Mana bitta nimam bor. Xayolimga kelib turgan mashinani qanaqa rang qilish kerakligida bitta narsa o'yladim. Oldin ham bitta oldim bundan, keyin nimadir sabab bo'lib sotib yubordim xullas. Endi hozir buni borib turib cho'tki rang qilamiz. Как раз bu Sport Plus. Kayf qilib haydasa bo'ladigan mashina. Endi yashil ham chiroyli turibdi-yu, atak bu mashinaga o'zi hamma rang yarashadi. BMWlarga hamma rang yarashadi. Ichi ham qip-qizil chiroyliligini qaranglar, foydat. O'ziga yarasha kayfi bor-da buni ham. Mana endi DPS olguncha mana shunda yurib turamiz, ko'ramiz DPS olgandan keyin buni sotib yuboramanmi yo semiga qo'shib qo'yamanmi? Semiga qo'shib qo'yganim ham yaxshiroq atak. Yomon mashina emas bu.
Mana shu podveskani sal ko'tarish kerak bor. Kimdir cho'ktiribdi buni oldingi egasi. Nimaga cho'ktirgan? Drift qilmoqchi bo'lganmi bundan? Kichkina qilib qo'ygan bor mashinani nimagadir. Podveskalarni cho'ktirib raso qilgan. Mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Maksimal qasd nechi? 296, 297. Voy. Deyarli 300 ekanda. Deyarli 300 ekan. Voy. Ko'rib, voy. Bu yaxshi bu yoq suvmas ekan. Endi zadniy bilan chiqib olamiz tepaga. Bo'pti, oldi bilan chiqarkanmiz. Oldi bilan chiqmaydi ular. Pulni proyekt bo'lsa ham zadniy bilan chiqish kerak bo'ladi. Keyin do'stlar yana bitta narsani aytib qo'ymoqchi edim. Agar kimdir kirib qo'shilaman, bu narsa qilaman, menga uni qiling, buni qiling degan bo'lsanglar, kelinglar mayli, yordam beraman sizlarga ham tez ko'tarilishinglarga, tez level oshirishinglarga. Bundan oldingi qo'ygan videolarimni bitta qarab ko'rsanglar, o'zi tez level ko'tarish haqida, keyin levellar bo'yicha qanaqa ish bor, ular hammasini video qo'yganman. Kelinglar, yordam beraman, mashina olib beraman, qo'linglarga 150-200 rubl pul beraman. Endi 150-200 ming rubl novichok uchun yomon pul emas, normalniy pul hisoblanadi. Endi jam millionlab beraman-ku. 100 mingdan 150 ming rublgacha pul berishim mumkin. Novichok uchun yomon natija emas. Mana shu driftini yo'qotsa, cho'tki bo'ladi boru. Mana kelib qoldik. Birinchi o'chart buni ranglarini taxlaymiz. Keyin borib qo'shimcha nimasi bor, nimasi yo'q o'shani ko'ramiz. Undan keyin diskasini taxlaymiz. Sport ularga qarab o'tiramiz. Menimcha sportda bu ham bo'lsa kerak. Sport bilishmasdir faqat. Sport ham bor ekan. Xo'p, ko'ramiz. Tonirovkani ko'ramiz. Tonirovka 9% emas, 100% qilamiz. Zadniy tonirovka 8% emas, 100% qilamiz. Svet. Tagini sveti qanaqa turibdi? To'xta. Bu yog'i svetini to'g'rilaymiz oldin. Xo'p, buni sveti qanaqa? Harakat. Oqqa qaytarib bo'ladimi? Mana. Oq bo'ldi-yu, to'g'rimi? Endi buni mana bunday qilamiz. Qalay. Takoy bo'ldi. Darrowmi? Bunga ko'nglim bo'lmayapti, shuning uchun buni o'zini oqqa bo'yab turib, endi qilamiz. Qora bo'lmaydi. Mana shunda, как будто DPS ga qilgandek bo'ladi-ku bunda. Mana mashina ham bo'ladi. Xo'p, diska hozirchalik diska kichrayib qo'yapti, oq qilib qo'ya qolamiz. Hop, o'zi oq turibdi menimcha, endi oq turibdi. Endi pastki svetini ham oppoq qilamiz. Bu nima bo'ldi? Mana svet full. Sportga o'tkazamiz. Takkoy bo'ldi ana. Hop, endi nimaga boramiz? Endi bu yoqqa o'tib turib, keyin to'g'ri batareyaga o'tib ketamiz. Diskani taxlagani. To'g'ri diskani taxlab kelinglar oldin. Diska ko'zimga g'alati ko'rinyapti nimadir. To'g'rilan. Atak chiroyli bo'ldi, lekin rangi. Voy.
Qayerdan keldi ishtirok? Mayli. Antiradari bormi deyman uni. To'xta, nimalarni ko'rıyor o'zi. Pasportlarni ko'ring. Hop, iznisi yo'q, hech narsasi yo'q. Mashina paket mashina. 4,5 ming yurgan, Sport Plus. 1200 go'ska narxi. Da, antiradar bor ekan. Antiradar bor ekan, yomon emas. Lekin rostdan driftga mosroq mashina-da bu. Kayf qilib drift qilgani bo'ladigan mashina. Ana endi bosamiz. Nima bo'ldi? Ha, 20 kilometr yurish. Voy! Balakat. Yo, do'stlar, mashina raso yurarkan deb o'ylamanglar. Mana ekranim sal nima desam bo'ladi, sal o'ynab qolyapti. Shuning uchun gaz, tormoz, rul vaqtida bosolmay qolyapman. Shuning uchun mashina ketib qolyapti. Buni o'zi haydashni biladigan odam uchun upravleniyasi ajoyibdi. Masalan, menga yoqadi buni upravleniyasi. Endi bu driftga ham bo'ladigan mashina, boshqa nimaga ham bo'ladigan mashina. Poygaga ham zo'r mashina. Taka kortejlarga ham chotki. Buni endi bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Voy, palakat, bu ham yo'limga chiqib berar ekan. Nima bo'lyapti menga? Ya, aytganimdek, ana knopkalar rul bosilmayapti. Ay. Xo'p, disk o'zinikiga qaytar. O'ziniki qanaqa edi buni? Da, bunga tegilmagan ekan, bu-chu. To'xta. Uy. Balakat. Hop, ulgurdim. Buni o'ziga qaytara qolamiz. Diskani boshqani taqsam ekan. Do'y diska ko'ramiz. Diska. Bu mashinaga qanaqa diska yarashar ekan? Shu oxirdan boshlaydi. Bu diskadan qo'yishgan ekan oldin. Voy. Mana sevimli diskami? Bu-chi. Kattaroq diskalardan yo'qmi? No, atakman bu ham o'zi buniki menimcha. Nima qilsam ekan? S201H o'sha esda qolsin-da.
buchi. Boyagini qo'yaydi. Mana shuni ko'zimga boshqacha ko'rindi cho'ta. Hop, endi rangi. Mana endi tashqariga chiqib bitta ko'ramiz. Nimani balonni sal kattaroq qilish kerak ekan. Koleso. Ko'ramiz. Mana shu bo'ladi. Nechi 28 qilaymi? Davay 28 o'zi 28 farqi yo'q bizga. Mashina kattaroq bo'ldi mana. Bu cho'kib turuvdi yerga tegib. Xullas mana do'stlar, ko'rib turganingizdek mana shu jonkani to'g'riladi. Endi bugun takka qilib qo'ydik. Endi shu bilan buni DPS olguncha haydab turaman. DPS olgandan keyin ham haydayman. Endi DPS olgandan keyin buni famga tiqib qo'yib DPS haydayman-da. Mana do'stlar, shu bilan hammasini qilib bo'ldik. Unda men bugunchalik videoni tugataman. Endi keyingi videoda adashmasam Rizoni mashinasini tuning qilsam kerak. Rizo yana bitta yangi mashina olgan. U ham o'shani kamyob serverda kamyob mashinalar hisoblanadi. Xullas keyingi videoda o'sha mashinani ko'rsataman. Mayli unda do'stlar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Men videoni tugatdim.